Qiyomatda o'z savobidan bera oladigan inson bu opa singillar bo'lar ekan. Opasi bor insonga himmat bu dunyo. Singlisi bor insonga izzat bu dunyo. Ham opa, ham singilni bersa gar Robbim, shunday baxtli insonga jannat bu dunyo. Qiyomat uzoqdek tuyulardi, birodarlar. Lekin mana shu oxirgi oyda qiyomat yaqindek ko'rinib qoldi mening nazarimga. Balkim sizlarga ham shundaydir. Xuddi nazarimda Imom Mahdiyning qo'shinida bo'ladigandekman. Nazarimda Hazrat Isa alayhissalomni ko'radigandekman. Men ilgari qiyomat hali uzoq bo'lsa kerak, qaysidir avlodimiz ko'rsa kerak deb yurardim. Hozir ishonasizmi? Qiyomatni hatto men ko'rsam kerak deb o'ylayapman. Kechalari uyqumni qochirib yuboryapti, kayfiyatimni o'chiryapti. Har kuni bu fikr meni tark etmayapti. Ha birodarlar, qiyomat o'ta yaqinday. Shunday bo'lib qoldi. Alloh taolodan qo'rqmaymizmi? Voy gaplashib nima foyda topdingiz? Ayting. Bir joydan shaq chiqdimi? Ayting gaplashganlar. Bir joydan shaq chiqdimi? Ayting. Voy gunohingizga gunoh oshiryapsiz. Qayerdan bilamiz? Jahannam azoblarini, qabrda azoblarini, qiyomatdagi azoblarni bardosh bera olamizmi? Sahobalar qo'rqishgan-u. Sahobalar qo'rqib, yig'lab duo qilishgan-u. Siz men bizga kim jannat kafolatini beradi? Qadamimiz gunoh bo'lyapti. Go'lay yolg'on gapiryapti. Nimaga musofirlar sizdan biz duoyimiz qabul bo'lmay qo'ydi? Yolg'on gapiryapmiz-ku. Go'lay yolg'on gapirib qo'yapti-ku. So'zsiz qabul bo'ladi degan, nimaga qabul bo'lmaydi?